Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarning birida minbarga chiqib ketayotib, 3 marta amin, amin, amin dedilar. Sahobalardan bu quruq amin deyishning sababini so'raganda aytib berdiki, minbarga chiqib ketayotganimda do'stim Jabroil kelib aytdiki, "Ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, ota-onasidan ikkalasi tirik yoki bittasi tirik bo'lsa bir kishini, shu ikkala ota-onasi yoki bitta ota-onasini tirikligida duosini olib, roziligini olib, o'zini jannatiy qilib olmagan kishi xor bo'lsin. Amin deng" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amin dedilar. Duo ketdi birodarlar. Ota-onasidan bittasi yoki ikkalasi tirik bo'lib turib, roziligini olmasdan o'tib ketgan farzand xor bo'ladi. Duo ketgan. Bu birinchi amin deyishning sababi edi. Ikkinchi amin deyishning sababini aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi, "qachon sizning ismingiz zikr qilingan paytda sizga salovat aytmagan kishini burni yerga ishqalsin, xor bo'lsin, amin deng" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amin dedilar. Demak, birodarlar, Rasululloh deyildimi, Muhammad alayhisalom deyildimi, payg'ambarimiz deyildimi, eng kamida alayhisalom deb qo'yish kerak. Lekin sallallohu alayhi vasallam deyishlik afzal. Duo ketdi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ismi zikr qilinganda salovat aytmagan odam nima bo'ladi? Burni yerga ishqaladi. Va uchinchi amin deyishning sababi shu bo'ldiki, Jabroil alayhisalom Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdiki, qaysi bir kishi Ramazon oyiga guvoh bo'lsa-yu, gunohlardan tozalanib, o'zini jannatiylar qatoriga qo'shib olmagan bo'lsa, xor bo'lsin, amin dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amin dedi.